Assalomu alaykum. Avvalambor bizni kuzatayotgan va bizga obuna bo'lganlarga rahmat. Umid qilamanki, vaqtingizni manfaatli o'tkazasiz degan umiddaman. Va bugungi kitobimiz ham juda ajoyib va haqiqiy o'zbek zamon shoiri, yozuvchisi hisoblangan O'tkir Hoshimovni Daftar hoshiyasidagi bitiklar, hikoyalar to'plamini haqida ma'lumot olamiz bugun. Bu kitobni sarlavhada ham qo'yaman hali. Agarda 40 yillik hayotiy tajribaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu kitobni o'qishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki muallif o'zi aytadiki, ya'ni O'tkir Hoshimov, bu kitobni yoza boshlaganimga 40 yildan oshdi. Bular mening kuzatuvlarim, o'ylarim, bir qadar armonli, bir qadar istehzoli, bir qadar tabassumli xulosalarimdir deydi. Va O'tkir Hoshimov bu asarni, bu hikoyalarni yozarkan, hayoti davomida ko'rgan, bilgan, kechirgan, eshitgan hamma ma'lumotlarni daftarga tushirib borgan. Bu bitiklar haqiqiy o'zbek zamon odamini boshidan o'tkazib ko'radigan, o'tkazib ko'rgan voqeliklarga o'xshab ketadi. Chunki bu yerda aldov haqidagi zo'r gap keladi. Biz hammamiz yolg'onchilarmiz. Ayting, qaysi biringiz aqalli biron marta go'dakka yolg'on gapirmagan deya olasiz? Gapirmaganman deya olasiz. Go'dakni aldash esa eng katta yolg'ondir. Va undan tashqari bir narsaga hech tushunmayman. Kitob o'qiganlarda pul yo'q, puli ko'plar kitob o'qimaydi. Shunday ma'lumotlar beradi. Endi bu yerda shunday gap borki, kuch va adolat haqida ham gap keladi. Adolat kuchga bo'ysungan yurtda vayrona bo'ladi. Bu yurt vayrona yurt bo'ladi. Kuch adolatga bo'ysungan yurtda esa bo'ston yurt bo'ladi. Buni juda bir zo'r gapi bor. Amir Temurni kuch adolatdadir degan o'sha uzugiga ham, qilichiga ham yozdirib qo'ygan. Va mehr, muruvvat, uqubat har xil janrlarda o'sha ruslarni o'zbekcha paxtash haqidagi yoki ota-onani farzand tarbiyasi haqidagi yoki farzandni ota-onaga bo'lgan munosabati haqidagi, undan tashqari vatanga bo'lgan muhabbat, vatan haqida, insoniyat haqida, vijdon haqida, mehnat haqida ham zo'r keltiradi. Eng shirin rizq bu halol mehnatdan topilgan rizqdir deydi. Va uni zo'r gapi bor mehr haqida. Ota-onaga bolani yomoni bo'lmaydi. Haqiqatan shunaqa. Hamma ota-ona o'zini bolasini yaxshi deydi, bolam deydi hamma ota-ona. Qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar. Ota-ona shunaqa. Nima deymiz? Undan tashqari asarda shunday anaqada keladiki, bitta bolali bo'lguncha qaynonasini oyijon deydi. Kelin haqida zo'r gap. Kelin haqida. Bitta bolali bo'lguncha qaynonasini oyijon deydi. Ikkita bolali bo'lguncha oyi deydi. Uchta bolali bo'lganida esa anavi deydi. Bolasi 4 ta bo'lgandan keyin oting o'chg'ur deydigan bo'ladi. Uning 4 ta o'g'li bor. Xudo xohlasa 4 ta kelin ko'radi. Qaytar dunyo do'stlar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, tarqatib qo'yamiz va obuna bo'lamiz. Avvalambor hammangizga rahmat, vaqtingizni manfaatli o'tkazamiz degan umiddamiz.